Bu qayerning qo'ylari? Aka Qashqadaryo, Dehqonobod degan joyda qo'yiladi. Ha, Qashqadaryoniki, Dehqonobod qo'zlari. Dehqonobodning qo'zlari ekan endi. Qancha oylik Qo'chqor qo'zlarga. Urg'ochisi ham bor, urg'ochisidan to'g'ri beramiz. Buni soni ko'p aka. Mana biz ham mashinamiz. Hayli mashina. Mashina ustidagilarni ham kelishtirib beraman aka. O mashina ustidagilar 2 million so'mdan bo'lsa dastavkasi bor. Urganch bo'ylab, Xorazm bo'ylab dastavka qilib beraman. 2 milliondan bo'lsa, 2 million so'mdan bo'lsa qilib beraman. ular kattaroqlari. Kattaroqlarniki 2,5 milliondan bo'lsa olishsa qilib beraman. Optimga 2,5 million so'mdan bo'lsa dastavka qilib beraman. Danala bo'lsa 2700 gacha bor, ha? 2700 ni qilib beraman. Ha, kattaroq. Bari qo'chqor qo'y desa qo'ydan, qo'chqor desa qo'chqordan topib beramiz aka. Mashina ustidagilarni ko'rsatib. Yine maşının üstünden bor ekan. Bemalol telefonlar nomerlarini ham aytib qoladilar hozir. Savdolaşib olaverasizlar. Bularda 2 million so'mdan 2 million so'mdan dastavkasi bor aka. Dastavkasi ham ichida ekan 2 milliondan. Shunda rasmiy arzonlabdinglar ko'rsangizlar bo'ladi. Zo'r qo'zlar. Telefon qilishni kelishtirib beraman aka. Ko'proq olganingizda. Qancha oylik bo'lgan bular? 1 oydan oshiq, 1 oylik ham bor, 2 oylik ham, 3 oylikgacha qo'zim bor. Ha, 3 oylikgacha qo'zi bor, ha. Kelishtirib. Yine telefon nomeringizni aytib berasizmi? 33lik 33lik 156 156 1210. 1210. Mana shu nomerlarga telefon ursangizlar, savdolashib olsa bo'ladi ekan. Yine optim olsangizlar ham bo'ladi. Bemalol kelishtirib beradi deydi. Shu aytgan nomerlarga telefon qilsangizlar, zo'r yine bozorimizda qo'y qo'zlar ko'p. Qo'zlarning zo'rlari ketdi. Nima o'zlarimizning mesnilar ham bor ekan. 1 million 600 dan saylaganingizni deb turibman. Yine bu akamizning qo'zlari. 2,5 dan ajoyib zo'r. Bari qoni toza, qo'l dorisi qilingan qo'zlar. Qo'yma bular, qo'yma. Kedan pula. 2,5 dan 700 gacha. Yine Bağat pazarında bemalol yine mesni o'zlamizki, bu yoqda yine qisar olaman deganlar qisarisidan, hammasidan bor. Bemalol telefon nomerlariga murojaat etaverasizlar. Снимаем, брат? Смотри. Дорогие мои друзья, дорогие мои сочные, мощные подписчики, специально для вас этот момент посвящается. Мы едем в город Оренбург зажигать свадьбу. И мне в голову пришел такой четкий, сочный момент. Мы едем в сочный мини. Подписаться, лайк bastırsanızlar, her bazar shunday qo'y qo'zlarning бағаларын chiqarib turamiz.